Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha Jizzax viloyatida bo'lib, yo'l transport infratuzilmasi, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot va xizmatlar sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi hamda xalq deputatlari Jizzax viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari dastlab zamonaviy va qulay yo'l infratuzilmasini barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Viloyat markazini M39 xalqaro avtomobil yo'liga bog'lash maqsadida qariyb 290 milliard so'm hisobidan 700 metrlik yo'l o'tkazgich va 4 kilometrlik avtomobil yo'li qurildi. Ushbu yo'l har kuni 14 mingdan ortiq transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga ega. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbariga atom energetikasi loyihalarining borishi to'g'risida axborot berildi. Atom elektr stansiyasi uchun zarur qurilish materiallarini mahalliylashtirish, oliygohlarda soha uchun kadrlar tayyorlashni kengaytirish rejalari taqdimot qilindi. Prezidentimiz Jizzax shahriga kirish qismini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha master reja va renovatsiya loyihalari taqdimoti bilan ham tanishdi. Renovatsiya dasturi asosida Jizzaxda eski uy-joylar o'rnida zamonaviy, qulay va xavfsiz turar joylar barpo etilishi rejalashtirilgan. Taqdimotlar davomida muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi. Shundan so'ng prezidentimiz Jizzax Politexnika instituti qoshida tashkil etilgan avtomobilsozlik muhandislik maktabi faoliyati bilan tanishdi. Bu yerda BYD Uzbekistan Factory va ADM Jizzax korxonalari bilan malakali mutaxassislar tayyorlash va ularni ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik o'rnatilgan. Muhandislik maktabida transport sohasiga ixtisoslashgan 4 ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlari yangicha yondashuv asosida tashkil etilgan. Muhandislik maktabi faqat talabalar uchun emas, balki sohada faoliyat yuritish istagidagi yoshlar va mutaxassislar uchun ham ochiq. Davlatimiz rahbari maktabdagi mashg'ulotlar jarayonini kuzatdi. Mini konveyerda ishlayotgan talabalar bilan suhbatlashdi. Prezidentimiz shu yerda respublika va viloyat faollari bilan ham muloqot qildi. Shuningdek, mamlakatimiz rahbari yangidan barpo etilgan Jizzax viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga tashrif buyurdi. Loyiha viloyatda tashkil etilayotgan tibbiyot klasterining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Prezidentimizga muassasa imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi. Mamlakatimiz yetakchisi bemorlarni davolash, shifokorlarning samarali ishlashi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Markaz zamonaviy 7 qavatli binoda joylashgan bo'lib, kuniga 400 nafargacha bemorni qabul qilish quvvatiga ega. Statsionar o'rinlari 344 ta bo'lgan markazga umumiy qiymati 100 milliard so'mdan ortiq zamonaviy jihozlar, MRT, MSKT, laboratoriya komplekslari hamda yuqori texnologiyali jarrohlik uskunalari o'rnatilgan. Prezidentimiz sog'liqni saqlash mas'ullari va xodimlari bilan muloqot qildi. Davlatimiz rahbari aholining tibbiy xizmatlardan roziligi masalasiga alohida to'xtaldi. Shu yerning o'zida Qozon tibbiyot universitetining Jizzax filiali o'quvchilari va talabalari bilan suhbat bo'lib o'tdi. O'quv jarayonida amaliy darslarni ko'paytirish, talabalarni jahon tibbiyotining yutuqlari va ilg'or tajribasi bilan doimiy tanishtirib borish muhim ekani ta'kidlandi. Prezidentimiz Jizzax viloyatiga tashrifi doirasida Sharof Rashidov tumanidagi agromarkaz qishloq xo'jaligi korxonalari majmuasida ham bo'ldi. Markazda o'simliklarni himoya qilish laboratoriyasi, veterinariya dorixonasi, agronom maslahati, urug' va ko'chatlar yetkazib berish, aholi xonadonlariga issiqxonalar qurish, agromarket do'koni, mini texnikalar sotish va ularga xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlar mavjud. Bu yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha barcha xizmatlar yagona darcha tamoyili asosida yo'lga qo'yilgan. Davlatimiz rahbari agromarkaz faoliyati bilan tanishdi. Uning faoliyatini yanada kengaytirish, mijozlar uchun xizmatlarni ko'paytirish va qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Kunning eng muhim voqeasi. Xalq deputatlari Jizzax viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari so'zga chiqib, so'nggi yillarda hududda erishilgan natijalarni qayd etdi. O'tgan davrda Jizzax viloyati respublikadagi sanoati eng tez o'sayotgan hududga aylandi. 8 yilda 6,5 milliard dollarlik investitsiya loyihalari ishga tushgan bo'lsa, shuning 45% sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Jizzaxda yiliga 175 ming avtomobil ishlab chiqarish quvvatlari yaratildi. 8 yil oldin Jizzaxdagi ish o'rinlarining 42% qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugun 310 mingga yaqin viloyat aholisi sanoat va servis sohalaridagi yuqori daromadli ishlar bilan band. Umuman, so'nggi 8 yilda Jizzaxda sanoat 2,5 trillion 25 trillion so'mga, xizmatlar 2,5 trilliondan 20 trillionga, qishloq xo'jaligi 9 trilliondan 30 trillion so'mga oshgani ta'kidlandi. Prezidentimiz Jizzax viloyati hokimi lavozimiga hokim vazifasini bajarib kelayotgan Ulug'bek Mustafoyev nomzodini ilgari surdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra, Ulug'bek Mustafoyev Jizzax viloyati hokimi etib tasdiqlandi.
Davlatimiz rahbari sanoat, investitsiya, turizm, qishloq xo'jaligi, qurilish va infratuzilma sohalarini rivojlantirish bo'yicha yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Navbatdagi vazifa zavodlar atrofida yondosh tarmoqlarni rivojlantirib, mahalliylashtirish darajasini oshirish va tannarxni kamaytirishdan iborat ekani qayd etildi. Tadbirkorlarga qulay shartlarda tayyor binolarni taklif etish, butlovchi qismlarni validatsiya qilish xarajatlarining 50% ni qoplab berish vazifalari belgilab olindi. Sanoatning energiya bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish uchun joriy yil 200 megawatt, keyingi yil 300 megawattli quvvatlar yaratiladi. Bunga qo'shimcha 30 megawattli 150 ta kichik va mini GESlar ishga tushiriladi. Viloyatda infratuzilmani yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kelasi yil qariyb 10 trillion so'm resurs berilishi e'lon qilindi. Mutasaddilarga kelgusi yilda Zomin Baxmal G'allaorol yo'lining 158 kilometr qismini ta'mirlashni boshlash topshirildi. Kartoshkachilikni rivojlantirish borasida Jizzax viloyati namuna bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. 2026-yildan boshlab kartoshka yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari joriy etilishi belgilandi. Bundan tashqari Baxmaldagi bog'dorchilik xo'jaliklari uchun bir qator yangiliklar e'lon qilindi. Xususan, intensiv bog' tashkil qilishda 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan 14% dan kredit beriladi. Umuman kelasi yil bog'dorchilik bo'yicha Baxmalda tajriba maktabi yaratilib, ushbu imtiyozlar butun respublikada joriy qilinadi. AQShlik hamkorlar bilan Zominda parrandachilik bo'yicha yirik naslchilik korxonasi tashkil qilinmoqda. Ushbu klasterda 100 ming bosh quvvatdagi birinchi naslli ona tovuq va 9 million dona inkubatsion tuxum ishlab chiqarish yo'liga qo'yiladi. Qurilish va infratuzilma masalalari muhokama qilinar ekan, ijtimoiy xizmatlar, mehnat bozori va infratuzilmani markazdan uzoq mahallalar aholisiga yaqinlashtirish zarurligi ta'kidlandi. Urbanizatsiya milliy qo'mitasi va viloyat hokimligiga Yevropadan mutaxassislarni jalb qilib, Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumanini yagona aglomeratsiya asosida rivojlantirish bo'yicha master reja ishlab chiqish topshirildi. Viloyat aholisining talab va istaklarini inobatga olib, Jizzax shahridagi tirbandlikni bartaraf etish uchun 10 kilometrli aylanma yo'l quriladi. Sessiya davomida viloyat va tuman hokimlarining hisobotlari, faollarning fikrlari tinglandi. Shundan so'ng prezidentimiz Jizzax shahrida joylashgan Ko'ksaroy savdo va xizmat ko'rsatish majmuasi faoliyati bilan ham tanishdi. Jizzax shahridagi 3,5 gektar maydonda faoliyat yuritayotgan Ko'ksaroy majmuasi savdo va maishiy xizmat sohasida viloyatdagi eng yirik obyektlardan biridir. Bu yerda 300 dan ortiq yangi tadbirkorlik subyektlari ish boshlagan. Natijada 800 dan ziyod ish o'rni yaratildi. Jumladan ehtiyojmand toifadagi 100 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Majmuada yirik savdo tarmoqlarining filiallari, 10 ta yirik mahalliy va xorijiy brend ishlamoqda. 250 ta savdo do'koni, food court va bolalar maydonchasi joylashgan. Prezidentimiz majmua faoliyati bilan tanishib, tashrif buyurganlar bilan samimiy muloqot qildi. Xizmatlarni kompleks yondashuv asosida yanada rivojlantirish, bunday markazlarni boshqa hududlarda ham ko'paytirish zarurligi ta'kidlandi. Jizzax viloyatida o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyada bevosita hurmatli prezidentimiz ishtirok etdi va bu sessiyada biz jizzaxlik yoshlar ham ishtirok etdik. Ya'ni biz oldin ham sessiyalarda ishtirok etardik, lekin bu gal sessiyada yoshlarga oid yana bir muhim tashabbus ilgari surildi. Ya'ni Jizzax shahrida bundan 5 yil oldin bilasiz, axborot texnologiyalari, ya'ni IT xizmati 1 millionga teng edi va bugungi kunga kelib u 8,5 milliondan ortdi. O'z-o'zidan bu ko'ryapsiz 8 barobar o'sish degani. Demakki, ehtiyoj sezilyapti yoshlarimizda bugun axborot texnologiyalarini o'zlashtirish va ana shu ehtiyojdan kelib chiqib bugungi sessiyada yana bir tashabbus ilgari surilgani shuki, Jizzax shahrida yana zamonaviy eng oxirgi Yevropa standartlariga javob beradigan IT park tashkil etiladi. Bu keyingi yil yakuniga qadar yoki keyingi yil mustaqillik bayramiga qadar yoshlar ixtiyoriga topshirilishi belgilandi. Bu bevosita yoshlarimizni bugungi kunda zamonaviy kasb egasi bo'lishiga, daromad topishiga, IT xizmatlarining eksporti oshishiga xizmat qiladi. Shu taraflama ham, mana shu tashabbus ham bugun jizzaxlik yoshlarga bir katta faxr va iftixor tuyg'ularini uyg'otdi desak xato bo'lmaydi, chunki yoshlarimiz qiziqayotgan bu soha yanada rivojlanadi va imkoniyat ochiladi. Moddiy texnik bazasi bo'ladi, yoshlarning qamrovi kengayadi. Buning natijasi esa ishsizlik kamayadi va bugun aynan sessiyada ko'proq Jizzax viloyatini ishsizlikdan xoli hududga aylantirish masalasi ko'rib chiqildi. Buning uchun esa yetarlicha resurslar ham berildi va barcha hududlarda tuman hokimlari, biriktirilgan tijorat banklari ishtirokida zamonaviy ish o'rinlari yaratiladi, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini boshlaydi. Shu o'rinda IT parkning qurilishi ham bugungi kunda ko'plab, yuzlab yoshlarimizning bugun mana shu sohani mukammal o'rganib, o'z sohasini topishi va daromadga ega bo'lish imkoniyatini beryapti.